Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Kamina Davron Zoirov sport ozuqalarida keng tarqalgan L-arginin haqida suhbat qurmoqchiman. L-arginin nima o'zi? Qisqacha aytganda, bu aminokislota, ya'ni tanamiz uchun zarur bo'lgan tabiiy moddadir. Tanamizga oqsil qanday kerak bo'lsa, L-arginin ham bizning tanamizga shunday kerak. Og'ir mehnat qiladigan, jismoniy faol insonlar, ya'ni sport bilan shug'ullanadigan, fitness klublarga chiqadigan, oqsil tanamizga qanday kerak bo'lsa, L-arginin ham tanamiz uchun shu darajada kerak bo'ladi. Oqsillar tabiiy ravishda organizmimizda ham ishlab chiqariladi, lekin sport bilan shug'ullanadiganlar, fitness klublarga chiqadiganlar, jismoniy zo'riqishda ishlaydiganlar, jismonan faol insonlar L-arginin yetishmovchiligi kelib chiqadi. Shuning uchun sport ozuqalarida L-arginin ham birga iste'mol qilinadi. L-arginin nima o'zi degan savolga yana qaytamiz. L-arginin bu qondagi tromblarni hosil bo'lishini oldini olishda tibbiyotda ishlatiladi. Sport ozuqalarida esa profilaktika, ya'ni oldini olish maqsadida yurak qon tomir sistemasini kengaytiradi va qonni ko'p haydab beradi. Bu yerda eng asosiy narsani eslatib o'taman. L-arginin qon tomirlarini kengaytiradi, ya'ni tomirlar orqali qon tezroq va ko'proq oqadi. Bu nimani anglatadi do'stlar? Mushaklarga ko'proq kislorod boradi, ko'proq oziq modda yetadi. Mashqda pamp, ya'ni effektni kuchaytirib beradi. Mushaklarni to'lib qattiqlashtirib beradi, tiklanishni tezlashtiradi, ya'ni восстановление. Pitsa o'rnida ham iste'mol qilishlaringiz mumkin do'stlar. Ayrim odamlar uchun bu libido, ya'ni erkaklik, ya'ni testosteron gormonini yuqoriroqqa ko'tarib beradi do'stlar. L-argininni iste'mol qilish tartibi do'stlar. L-argininni iste'mol qilish tartibi juda ham murakkab emas. Kapsula holatda 2 dan 4 tagacha, kukunli variantda o'zini qoshig'i orqali, ya'ni osh qoshiq deb olamiz, o'sha qoshiq orqali 3-5 grammgacha iste'mol qilinishi kerak. Mashg'ulotlardan 30 daqiqa oldin yoki ertalab tongda to'q qoringa do'stlar ichiladi, ya'ni iste'mol qilinadi do'stlar. 300 gramm suv bilan. Kimlarga kerak, kimlarga kerak emas. Buni aytib o'taman do'stlar. Agar siz zalga borayotgan bo'lsangiz, mushak o'stirmoqchi bo'lsangiz, bu sizga yordamchi sifatida iste'mol qilishingiz mumkin. Homilador ayollar, yuragida muammosi borlar, qon bosimi balandlar, shifokor bilan maslahatlashib, so'ngra iste'mol qilishlaringiz mumkin. L-arginin haqida xulosa qiladigan bo'lsak do'stlar, L-arginin bir mo'jiza narsa emas. Ammo lekin siz to'g'ri ovqatlansangiz, jismonan faol bo'lsangiz, fitness klublarda yoki biron bir joyda jismonan faol mehnat qilsangiz, to'g'ri ovqatlanib, o'z vaqtida uxlasangiz, bu sizga juda ham kerakli yordamchi bo'la oladi do'stlar. Agar sizga bugungi videorolikimiz yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosing. Kelgusi bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga, ya'ni Davron Zoirov kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, iloji boricha qo'ldan kelgancha javob yo'llashga harakat qilaman do'stlar. O'zingizni qiziqtiradigan savollarni izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat.